diska tanlashda top 3 ta qoida. Nimalarga e'tibor berish kerak? Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa ko'pchiligiga foydasi tegadigan video bo'ladi bu. Ko'pchilikda kuzatilyapti, 3 ta diskasi yaxshi, bitta diskasi qiyshuv yaroqsiz bo'lib qolgan. O'shanga bozorga tushadi, o'rniga bitta yaxshiroq diska olib taqib qo'yish maqsadida tushadi. O'shanda nimalarga e'tibor berasizlar? Birinchisi, diskani katat bo'lmaganiga e'tibor berasizlar. Ikkinchisi, balonga qotirganda bolt qotadigan o'rniga e'tibor berasizlar. Uchinchisi, balansirovka toshiga e'tibor berasizlar. Endi buni bir-biridan aytib beraman. Diska katat bo'lgan bo'lsa, yumshoq qoladi. Diska ko'p xizmat qilgan bo'lsa, teshigi bolt ichiga kirib kirib ketadi. Uchinchisi, toshi shunaqa grami 15, 5, 10 bo'lsa, 15 dan 15 gacha bo'lsa yoki 15 dan past bo'lsa, bu diska yaxshi bo'ladi. Agar 15 dan yuqori bo'lsa, bu diska o'sha siznikidagi ahvolga tushib qolgan bo'ladi. Endi katat bo'lgan diskalar qanaqa bo'ladi? Katat bo'lgan diskamiz mana shunaqa yoyilib ketgan bo'ladi. Chetlari yoyilib, atrofi ochilgan bo'ladi. Material o'zi yumshoq qolgan bo'ladi. Bu holatda ozgina yamaga tushsangiz ham o'zidan o'zi qashayib ketaveradi. O'zingizlarni diskalardan mo'rt bo'lib qolgan bo'ladi. Chunki bu istanoyda aylanavergan bo'ladi. Istanoy bu yerga mana ichki tarafiga tushadi. O'sha taraflama bu tez qashayib ketaveradigan bo'lib qoladi. Mo'rt bo'lib qoladi. Uchinchisi, teshiga bolt kirib ketadigan darajada bo'ladi. Buni qanday bilish uchun buni qo'linglar bilan bunday ushlasanglar, teshigining atrofini o'yilib qolgan bo'ladi, ham teshigining gilazogi katta bo'lib qolgan bo'ladi. Buni o'zimni diskamni berib, boshqa diska olaman degan tanishlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa albatta foydasi tegadi bu diskani, chunki 4 ta diska olmay, yenga olmay, ozgina ekonom bo'ladi degan odamlarga jo'natib qo'yasizlar, chunki bozorda undan battarini olib qolishligi mumkin. Videoni shunaqa diska olaman deb yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa bizdan yaxshi videolar chiqaveradi. Qanaqadir bir savolingiz bo'lsa, kommentariyada yoki darifdan yozsanglar, javob beramiz. Xudo xolasa sizlarga manfaatdor videolar ko'proq chiqarib, ko'proq yordam berish maqsadida xudo xolasa videolar chiqaveradi. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'ysanglar, ancha ko'p odamga foydasi tegadigan bo'ladi. Bozorga tushganda ham ko'pchilik aldanib qolmaydi. Bu nima olishini, nimaga borganini, qanaqa qilib olishini odamlar bilib oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like sizlardan, xizmat bizdan.